farzandingiz bizning maktabimizga kelgandan keyin qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? Yaxshi o'zgarishlar sezdim. Eski maktabiga ertalab turib maktabga borgisi kelmaychi edi. Mana shunisi yoqmaychi edi. Ertalab asabingiz buziladi, ishga shoshadigan paytingiz. Bu yoqda hali mana 3 oydan beri biron marta maktabga bormayman degan gapni ishlatganimiz yo'q. Yana nimasi yoqadi maktabda? Ertalab olib kelaman, kechga olib ketaman. Uyga borgandan keyin uyga vazifalar qilmaymiz. Eski maktabida maktabdan keyin problema, obeddan keyin qayerga qo'yamiz, nima qilamiz, uyga borgandan keyin ovqat qilishingiz kerak, charchab kelasiz ishdan, yana dars qildirish kerak. Bu narsalar men uchun, boshqalarni bilmadim, juda ham qiyin edi. Keyin o'sha ovqatlarni berishi yoqadi menga, uyga vazifalarni qilishi, keyin ingliz tilidan oxirgi mana 2 oy ichida juda ham rezultat yaxshi, ko'nglim to'lyapti. Boshqa fanlardan ham o'qituvchilari juda ham yaxshi. Sizlarni nimalaring yoqadi? Psixologik yondashuv har bir bolaga, mana shu taraf menga juda ham yoqadi. Bolam ancha ochilgan, chunki ozgina zamknut edi, yopiq edi-da. O'zini qobig'iga kirib olardi-da, keyin gapirmay qo'yadi. Hozir yo'q, ochilib, sochilib, pishqilib, ko'z tegmasin, juda yaxshi. Bundan keyin ham shunaqa yaxshi bo'ladi degan umiddaman.